Beijing Rossiyaning harbiy aralashishini bevosita ayblamaydigan osondagi davlatlar qatoridan o'rin oldi. Xitoy Ukraina haqidagi bayonotida Amerikani rayondagi jiddiy vaziyatni kuch ko'rgan deb aybladi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Rossiyaning harakatiga qarata ishg'ol qilish yoki hujum qilish qatorliq ifodalarni qo'llanmagan hamda ayblashdan derak beradigan bahodan o'zini qochirgan. Yevropa Birleşmesining amaldori Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning Yevropadagi mol-mulklarini to'ng'itishni qaror qilganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqi atiganda e'lon qilingan yangi jazolash loyihasi bilan Rossiyaning qarz elish tanqidini o'stirib, pul paxalligini oshirib, kasbining asosini tuvallatadiganligini jakaraldi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi dunyoning kun tartibini davomli egallab tursa-mu, ammo Xitoyning aniq qo'llash va tanqidiy uchuri yo'q. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga bo'lgan inkosini baholaganda, Xitoydagi ommaviy taratqular bu urushning Xitoyning ijtimoiy aloqa suhbatlarida eng ko'p tilga ilingan temalarning biri bo'lishiga qaramay, ular yanada birinchi betini davomli Ukrainaga bermadi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bir yuqori darajalik amaldori Amerika prezidenti Joe Bidenning yo'l yo'riqi bilan Germaniyaga 7000 qo'shimcha askar avatadiganligini e'lon qildi. Beshburchaklik bino amaldori bu kuchning Germaniyaga o'rlashtirib, Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotidagi ittifoqdoshlarini xotirjam qilish, Rossiyaning tajovuzchiligini to'sish va rayondagi bir qator ehtiyojlarni qo'llashga tayyor ekanligini aytdi. Rossiya Federatsiya uchur texnikasi va ommaviy taratqularni nazorat qilish organi ijtimoiy aloqa tor bekiti Facebook'ga kirishining qisman cheklamasini e'lon qildi. Rossiya yana 2021-yil 3-oyda ijtimoiy aloqa tor bekiti Twitter'ga kirish cheklamasi qo'ydi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligi Rossiyaning Ukraina krizisini tinch hal qilishning o'rniga qurol-yarog' va zo'ravonlikni qo'llanganligiga pushaymon qiladiganligini, Tayvan hukumatining Rossiyaga qaratgan xalqaro jazoga qatnashadiganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan, Tayvan yaqinda Rossiya Ukrainaga tajovuz qilsa, Rossiyaga texnika yetkazishni cheklaydiganligini bayon qildi. Xitoy Kommunistik partiyasi atalmish Xinjiang harbiy qismi siyosiy byurosining Sharqi Turkistonda o'tkazilgan yig'inida islom dinining xitoylashtirilishini ta'kidladi. Xitoy tashviqot organi Tangirtoq to'g'rining xabariga qaraganda, Urumchida Xitoy Kommunistik partiyasining 20-qurultiyi yaqinlashganda yig'inni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun Urumchida yig'in ochilgan.